Manda. Shunda sizda aytdimi, menda aytdim. Sizda aytdim menimcha. Xuddi shunday. Chiroyli tarona. Albatta. Demak, qadrli teletomoshabinlar, suhbatlarimizni boshlaymiz. Surayya bir sizga savol bermoqchiman deb. Inson nimagadir erishish uchun masalan nimanidir kutish kerakmi yoki harakatda bo'lish kerakmi? Albatta harakatda bo'lish kerak, chunki harakatda baraka deyishadi. Qolaversa, maqsad sari qo'yilgan bitta qadam ham demak o'zining natijasini beradi, samarasini beradi. Haqiqatan ham. Deylik, ko'pchilik masalan olma pish og'zimga tush deb o'tirishadi. Yo'q, bu xato. Xato, Albatta kutish shart emas, harakatda bo'lish kerak. Demak, qaysidir ma'noda siz harakat qilaversangiz, intilaversangiz, hayot o'zi bonuslarini sizga taqdim etib boraveradi, to'g'risi. Va zamonaviy tilda aytadigan bo'lsak, bu bonuslar nima bo'lishi mumkin? Yaxshigina mukofot, yaxshigina taqdirlash yoki prezident e'tibori va e'tirofi. Xuddi mana shunday e'tibor va e'tirofga loyiq bo'lgan inson bilan suhbatimizni boshlaymiz. Albatta, kuni kecha Surxondaryolik 53 nafar mehnat faxriylariga mehnat faxriysi ko'krak nishoni topshirildi. Albatta, prezidentimizning mehnat faxriysi ko'krak nishonini ta'sis etish to'g'risidagi qarori asosida har yili turli sohalarda samarali mehnat qilayotgan jonkuyar insonlar taqdirlanib kelinyapti. Bugun esa studiyamiz mehmoni Sherobod tumanidagi Axborot kutubxona markazi direktori, qator o'sha mukofotlar sohibasi, shoira, ijodkor va umri kitoblar orasida o'tib kelayotgan vohadoshimiz, mehnat faxriysi ko'krak nishoni sohibasi Manzura Ulug'berdiyeva. Manzura opa, xush kelibsiz. Tabriklaymiz. Mikrofonga Manzura opa, xush kelibsiz. Tabriklaymiz. Rahmat. Suratlar orasida sizni ko'rib rosti xursand bo'ldim, taqdirlanganlar orasida. O'zingiz buni qanday qabul qildingiz? O'zim to'g'risi unchalik kutmagandim. O'zimda ham hammada bo'lgani kabi hayajon bo'ldi. Shu bilan birgalikda g'urur va iftixor. Chunki o'sha mening mehnatimning shunchalik 43 yil faoliyat yuritgan bo'lsam, o'shaning 33 yili mana shu kutubxona sohasiga o'zimni bag'ishda etganman va kitobsiz yasholmayman. Ana shuning oddiygina, bunday qilib aytganda, oddiygina kutubxona sohasida faoliyat yuritayotgan men singari mana shunday tanti bir ayolni ham mukofotlanishi men uchun juda ham faxrli. Albatta. Ana shu uchun barchaga aytamanki, mehnat va yana mehnat. Chunki bitta narsa borda, Alloh aytadiki, sizdan harakat, odamlardan harakat, mendan esa o'sha mukofot. Chunki ana shuni mukofotini ko'rganligimdan juda ham xursandman. Yashang. Chunki mana shuncha umrimda shu kitobga bag'ishlagan bo'lsam, kitoblar ichida hali ham yuraman. O'zim mana 63 yoshda bo'lsam ham, 64 yoshga qarshilayotgan bo'lsam ham, hamisha kitoblar ichida yuraman va o'qilmagan kitoblarni o'qigim keladi. Qoyil. Va o'shalar Oldimi o'zi kutubxonada siz o'qimagan kitoblar? bor deb o'ylayman, o'zimcha bor deb o'ylayman, lekin hattoki bilasizmi, shu sohada faoliyat yuritsangiz, masalan men yurityapman-ku, o'sha kitoblarni ranglarigacha bilaman. Kimdir ana shu kitobni, mana kitobxonlarimiz har xilda, har xil toifada. Ba'zi kitobxonlarimiz lotin yozuvidagi kitoblarni so'rasa, ba'zi kitobxonlarimiz kiril yozuvidagi kitoblarni so'raydi-ku, va bizda o'sha kitoblar mavjud bo'lsa, qizlarimizga, xodimlarimizga mana shu rangda muqovasi mana shunday desam, albatta o'shani topib chiqadi-da. Opa deydi, siz kitobni bilasiz. Demak, sizga qanaqadir platformalar, sun'iy intellekt bir texnologiyalari kerak emas, o'zingiz allaqachon ensiklopediyaga aylanib ulgurgansiz. Qoyil qolish kerak. Deylik, kutubxonangizdagi eng qadimiy kitob nechanchi yilda chop etilgan kitob? Eng qadimiy kitobimiz 1931-yilda nima qilingan, Sergey Yeseninning Stixotvoreniye kitobi. She'rlar to'plami mavjud va 47-yilda chop etilgan Alisher Navoiyning ham kitoblari mavjud. Ana o'sha uchun men aytaman, faxrlanaman, chunki o'sha kitoblar bizda tariximizda. Agar biz kelajakda tarixsiz tasavvur qila olmaymiz. Yoshlarimiz ham o'sha oldingi kitoblarni o'zini o'qiganda boshqacha bir tasavvurga ega bo'lardi. Hozir bilasizlar, nashriyotlar soddalashtirib, o'sha kitobxonlarga, ayniqsa yoshlarimizga tushunarli qilib chop etyapti. Buni qayta chop etyapti. Men qayta aytishdan charchamayman. Mana shu yoshlarimizga, o'sha onalarimizga ko'proq aytkim keladi.
kitob o'qing. Kitob o'qing va bitta so'z bor, kitob o'qing va boy bo'ling. Aha. Demak, ham Bu ham ma'naviy boy katta, bo'ladi ha, inson. boylik. Haqiqatdan ham. Ma'naviy ozuqa To'ppa olish to'g'ri, yo'li to'ppa to'g'ri. demak kitob o'qish bilan belgilanadi. O'zi-ku Manzura opa, masalan, kimdadir moddiy qiyinchilik bo'lsa yordam bera olamizda. Deylik, siz 100 ming berasiz, Surayya opa 1 million beradi. Men qanchadir miqdorda pul beraman-da, uni cho'ntagini to'ldirib qo'ya olamizda. Lekin ma'naviy qashshoq bo'lsa-chi, biz bilan Unga she'riyatdan yordam berish tashlab bera qiyin. olmaymiz. Bluetooth orqali o'tkazib bera olmaymiz yoki Telegramdan yubora olmaymiz. Klik qilib qo'ya olmaymiz bunday olganda-da, u o'zi harakat qilish kerak-da. Albatta. Endi bitta savolda mehnat faxriysi degan ko'krak nishon oldingiz va bu bosib o'tgan mehnat yillarimning mevasi deyapsiz-da. Hayot formulangiz qanday bo'lgan edi? Bugun bunaqa muvaffaqiyatlarga erishib kelyapsiz. Bugun e'tiroflarga sazovor bo'lyapsiz. Bilasizmi, biz oilada 8 ta farzand bo'lganmiz. 4 ta qiz, 4 ta o'g'il. Otam bor yo'g'i 7-sinf tugatgan. Onam ham, lekin shunaqa chiroyli doston aytardi. Shunaqa chiroyli, bizga eng bilasizmi, eng yaxshi sovg'asi kitob edi. Ba'zan bilasizmi, mana yoshimiz ulg'aygan sarin otam o'sha o'zining oyligiga yoki nafaqasiga kitob olib kelsa, masalan, men ham bilmagan holda aynan o'sha kitobni sotib olib kelgan bo'lardim. Yoki ukam ham sotib olib kelardiki, bitta nusxadagi, bitta nomdagi kitob 3 ta bo'lib qolar edi. Keyin bizlar kitobni ko'proq o'qir edik, she'rlarni ko'proq yodlar edik. Otam o'zi juda ham otajonim sodda inson bo'lgan, 16-yili oxiratlari obod bo'lsin, yotgan joy jannatda bo'lsin, 95 yoshda vafot etdilar. Onam rahmatli 90 yoshida, lekin onam rahmatli ham bilasizmi, juda chiroyli qo'shiq aytardi. Chaman ichralardi, munojatlarni shunaqa chiroyli aytardi. Sizga ham o'tganmi endi shu? Albatta, chanqovuzlarni Shunaqa shunaqa chiroyli. berinchi qari eshitga bolalikni bir eslaymiz, a? Mayli. Sizning ayvon bizning o'rgilay ayvon emasmi? Ey yashang. Sizning ayvon bizning o'rgilay ayvon emasmi? O'rtasida chinni o'rgilay ravon emasmi? O'rtasida chinni o'rgilay ravon emasmi? Qoyil. Yil kutubxonada faoliyat yuritish davomida mana shunday mukofotlarga sazovor bo'laman deb o'ylaganmidingiz? Yo'q. Oddiygina men o'zimni kutubxonachi deb qabul qilganman va ko'proq bilasizmi, nimani ko'proq aytganman? Mana shu bola kitob o'qisa, ozginagina men bilim bersam, buning savobi katta deb o'ylaganman. Qoyil. Va hozirgacha ham shuni davom etaman, chunki shunday kitobxonlarimiz bor. Kelishadida, bilasizmi nima qiladi? Birinchi men so'raydi. Opa bormilar, kitob tanlab beradilarmi? Kitobni tanlab beraman, chunki o'zim o'qigan kitobni boshqalarga ilingim keladi. Va ba'zi hollarda kitobni o'qisam, bilasizmi, o'shani ichiga kirib ketaman-ku. Albatta. Keyin o'zimda xonamdan chiqqan